vaqtida Bag'dodga yiroq bir yezidan bir o'quvchi keladi ekan. O'quvchi oilasi bilan kambag'al bo'lganlikdan yarim kun ishlab, yarim kun o'qishga majbur bo'ldi ekan. Shunga Bag'dodda bir uyni kirolab, yolg'iz turdi ekan. Attigandan tushguncha ishlaydi ekan. Qanday ish bo'lsa ishlaydi ekan. Hammollik bo'lamdi, ish qilib, qanday bir ish bo'lsa ishlaydi ekan. Tushdan keyin madrasaga berib o'qiydi ekan. Shunda davomlashibdi bir qancha yil. Bir kunlarda bu ish tepish biroz qiyinlashib qolibdi. Shuna bilan bu uyninki kirosini berolmay qiyinchilikqa uchrabdi. Aslida o o'quvchi topgan pulning bir bölükini o'ziga xarajat qildi ekan, bir bölükini oilasiga avatib berdi ekan, bir bölükini o'sha uyning kirosiga yig'adi ekan hamda. Shuna kironi bermagandan keyin bu uyning egisi o'sha 3 kungacha sen kironi bermasang chiqib ketsa, agar chiqib ketmasang men podshoning lashkarlarini boshlab kelib chiqaryapman deb unga tahdid qilgan. 3 kungacha qattiq tirishdi ekan, yana bu pulni jam qilolmaydi ekan. Shuni 3 kun to'shqandan keyin chorasizlikdan uydan chiqib, ko'cha arilab mangadi ekan. Yana bu beshi qattiq qatqan bir odam nima qilishini bilmagan vaqtida nega mengayotganligini, nishonning nima ekanligini hech nimani bilmay shuna mengib ketgan ish hamdi. Mengib yuribdi, bir ko'chalarga kirib, bir ko'chalardan arilab o'tgandan keyin kona bir uydan bir odamning injiqilgan ovozi chiqdi ekan-da. Bekimni chaqirganda shunda, bekimga bir nido qilganda shunda bir ovoz anglaydi ekan. Ho'ylisiga kirib qarasa, yashinib qolgan bir odam shu yotadi ekan. O'quvchini ko'rgandan keyin kelgan bolam yanimga kelgan. Deytken şuna olan men mishalimda yolg'iz turyapman. Hozir men meni ajalninki qo'yniga ketib boryapman. Bu dunyoda endi mishagacha mushunchaq yashapman. Dunyoda hozir bir dona bir armonim borda, mushu akamni izlash. Akamni izlab mo topolmadim. Endi menga bir üzüm ekib bergan bo'lsang, qattiq üzüm yegim kelib, ulab qolsam shu üzümni yeyib ölüp qalaydı deytken. Maqıl deb uning ahvoliga qarab bu o'quvchi chaqirib shahar chiqib ketib bozorni izlab yurib bir üzüm topadi ekan bir baqqalning qishdan. Üzümni alaydisi endi puli yo'q hamda. Bitki üzümni elib, üzümni chakminni chapinni sepirib, men pul deb kelgandan keyin sizga pulingizni berib evolaman deb üzümni elib keldi ekan. Üzümni odamga yuguzdi ekan. Yuguzib üzümni yeb o'tirib o'quvchi so'raydi ekanda, akangizning gapini qildingiz, akangizga nima bo'lgan deytgan. Akamning qissasini desam, mushu 20 yil burun biz akam bilan ikkimiz mushu Kashmir, Bag'dod orasida savdogarlik qilatdik. Ipak, qimmatlik bunda marjon tosh, ayna binasini yetkaytdik. Turmushimiz bunday yaxshi edi bizning o'chaqda. Bir kunlarda bir yat bir yurtda qunab qolgan bo'ldik. O yurtning odamlarini shunda bulanchilari kuchliq, bexatar emas deb shunda mashhur demdi. Shunda o'sib hamda bir qancha karvondagi kishilar bilan bir kecha qunadigan bo'ldik. Qunab yetishdim burun men akamga akamning qo'ldagi shu oltin, kumush, nurg'un pulni siz xohlasangiz mushuni bir yer ko'mab qo'yinglar. Misha bir yer ko'mab qo'yinglar. Agar qaroqchilik kelib qolsa, uning qo'liga tushib ketmaslik uchun bir yer ko'mab qo'yinglar, menga bering dedim, berdi. Shuni apir bir yerga bir to'piga ko'mdim. Ko'mdik, shu rost deganda shu kechasi bulanchilik qilib, aramizda nurg'un odamni o'ldiryapti, meni urib, meni hushimdan ketkizib o'tibdi. Attigini uyg'onib qarasam, yenimda akammi yo'q, bir qancha odam o'lak yotidi. Shuni bilan ashadman. Qarasam pulni oltin boyani uli ko'mabdi. Uni elib ketdim shuni bilan. Ketib akamni izledim. 20 yilni yanqisi akamni izledim. Hech qanday izdirikini topolmadim. Chunki akamning pulida bu hamdi. Shuni bilan men bir yerda madakachilik qilib ishladim. Bu akamning puliga tegmadim.
Aşını tegmey saklavatatdım. Endi qarasam mene onamdan turamaydigan holat kelib qoldim. Belki mening ajilim kelib qoldi endi. Boshqa chora yo'q. Shunga sen mishani qazsang, mishada bir ko'maklik binasi bor. Shuni og'in deytgan. Og'indan bir şu altın kümüşlerini aladı iken bir hocan kız sep koyalım. Ağam bu senin hamde. Çünkü ben ağamı yetkizemmedim. Ahiretke ilip gidemeyme. Hem de bu senin bolsun sana bu tamamen haklık bu. Sen kembağal bir okuğucu balıkken sen de. Biri diken şunu bu adam vafat olup gittikken. Ama bu okuğucu şun pulunu elip çıkı diken. Çıkıp hem de denizning o tarafiga o'tay endi deb Furat daryosining o tarafiga o'tay deb ketib borgan vaqtida shu bunda qulvoqilni haydayotgan ya'ni dengiz shopirlari o'tirdi ekan. Bunda qarasa yot chatda bir odam beshini sangiltib bechora holatda o'tirdi ekan. Shuning qishqi berib musha odamni kirolay endi. Musha odamga bir kichkina yardım bulab qolsin deb şunun qışqı berib, ben sizning qulvaq bilan ayat tarafga o'tay deyman deb. Shuni paranglashib o'tirgan, ma'quldab uningga nat kambag'allikqa qarab, mushu puldan biz jiqroq bitki bersam bo'g'dak bu odamga deb bitki pulni tanglasa, u odam yig'lab ketgan. Men bunday kambag'al emasdim. Burun bek boydim. Boyligimizni ash ukam qaroqchilar bilan birlashib shu boyligimni elib ketibdikan 20 yilning yanqisi boyligimdan ajrab ketganligim uchun shu mishal bidan madikachilik qilma bidan shunday qo'l vaqt adam to'shima inda qilib turmushim faqat yaxshilanmadi degandan qachon bo'lgan bu desa palani tarixda bo'lgan bundan 20 yil burun ukamning aytdi palani edi mening aytdim mundaq deydi ukusningmi o sakratda yetib deppaga vaqtimi mushunda tarixda bo'lgan akamning aytdi mundaqdi mening aytdim mau deb deppaginiga aytdi o'til kilitdam da u degandan keyin u o'quvchi turib ketib andada ma boylik sizning boyligingiz ekan ukungizni siz xato o'ylab qolibsiz sizni topolmay 20 yilning yanqisi mushu boylikni xaylimay o'zi madikachilik qilib ishlab mushuni saqlab ketdi ekan u tugab ketdi endi buni menga bergandi endi bu sizning omonatingiz ekan eling deytgan degandan keyin bu odam turib ketib yo'q men yerimini olay andaqda yerimi sening olsin bermasangmi bermaydan bilmaydim buni men endi sen Allohdan qo'rqib menga buni berding yerimini olsin og'an degandan keyin o'quvchi yo'q bu menga tegishlik bo'lmagan narsani ololmayman biroq bu shu o'zim olgan yerda chakmanimni berib 1 dirhamga qazda olib qolgandim 1 dirham bersang men shu qazimni o'tib olsam bo'ldi menga bir narsa bermagin deytgan ma'quldab shuningdek 1 dirhamni ilib berib chopinni olatgan undan keyin yana ko'chaga kirib endi o'qishimni yana boshlay deb kelib olsa bu podshoning lashkarlari uchrab qilib mushuni izlab kelayotganligini deb uning yeniga keldikanda hamda shu uyning kirosini bermagan odam uyning egisi meni izlatga o'xshaydi deb qolgan biroq u to'g'rida emas deytganki sen bir o'quvchi talibi ilm ekansan bizning podshoninki hojib ya'ni kotibi vafot bo'lib ketganda shuning o'qigan kishilarning bir kotib kerakdi seni podshoning saroyiga ilib ketgil keldi o'qitiga ma'qulda bortgan berib podshoning saroyiga kirib u shu kotiblik qilayotgan bir tarafni o'qiydi ekan bir tarafni o'qib bir tarafni kotiblik qilib intayin tirishchanlik bilan ham katta olim bo'ldi ekan ham bir tarafdan yuksilib vezirlik darajasiga yetdi ekan bu vezirlik darajasiga yetib shu vezirlik zamonida jiq yaxshi ishlarni qilgan nurg'un masjidlarni soltgan nurg'un insonlarga yaxshilik qilgan nurg'un ulamolarga yordam qilgan shunday qilib ibn javziy degan olim bilan bir asrda yashayotgan bu shu vaqtida u ibn javziy degan olim bilan bak jiq yaxshilik qilgan ibn hubayr degan vezir endi bu abbosiylarninki davlatidagi eng mashhur vezir ibn hubayr bu tarixda mashhur odam
Endi bu adamniki shuncha jafo tortdi. Alloh taolo uning g'aybdan bir pul berib qo'ydi. Lekin shuni o'ziga tegishli bo'lmaganligi uchun o'zining egasiga topshirdi. Ya'ni Allohga taqvolik qildi. Taqvolik qilish natijasida bu odam shu o'zining maqsad qilgan narsani topdi. Pul molg'imi ega bo'ldi, ilmgimi ega bo'ldi, har ikkisida yuksaldi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ deydi. Kimki Allohdan qo'rqsa, Allohga taqvolik qilsa, Alloh taolo uningga chiqish yo'li berdi. Har qanday bir qiyinchilik chiqish yo'li berdi va uningga o'ylamagan yerdan rizq berdi. Mushu oyatning taqozosi bilan bu odamga Alloh taolo bu o'quvchiga shu chiqish yo'lini bergan, uningga o'ylamagan yerdan shunday rizqni bergan. Rizq degan pul molg'ini emas, rizq degan hidoyat, iymon, tan saqligi, boylik, qatorliq hammasi Alloh taolo ato qilganning hammasi rizq. Demak bu qissadan bizning oldig'imiz chidab Allohga taqvolik qilib, dinimizning prinsiplariga amal qilib, o'zining prinsipida ching turib, bo'shab qolmay, o'zining yo'lidan adashmay, yo'lni davomlashtirgan odam cho'qim chiqish yo'liga erishidi va murodiga yetadi. Alloh taolo hammamizni mushu qissadagi murodiga yetgan kishilardek qilsin. Amin.